Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Yaxshi. Assalomu alaykum. Aka yaxshi. Ana juda ochuvlanib turibsizlar-da, kimdir menam urishyapsizlarmi yo sirishyapsizlarmi? Yo'q, surishmadik. Klip olishimiz kerak, ketib qoldik. Klip? Turibmiz shuna. Aka siz mijimi? Yo'q. O'g'ilmamang nevarasi miji, po'rachimi, izzichi. Kallangiz bitta biringda. Bu tomon. O'xshayqansiz, otingiz kim? Dilshod. Dilshodmi? Gapni ochiq aytaman, siz bir artistga o'xshayqansiz, Bahrom Nazarovga. Kelgin gulim erkalagin, bog' bo'layin, jiyda gulim, jiyda. O'zlarincha shirin. Qo'shiqchimiz deyman. Men oldin artist bo'lganman, keyin onamiz to'g'ri kelmaganda, gilimizga to'g'ri kelmagancha hozir sportga kirganman. Qayerdan kelyapsiz? Oktagon ligaga chiqqanman oldin kichkinaligimda, endi anav qilyapman. Bokschiman. Yo'q. Ha. Birga bir tushasizmi? Shogirdim bilan. Birga bir, sizlar ikkiga bir-ku. Birga bir deyman, birga bir. Bo'yningiz uzun-da, bo'yningiz pastroq chiqasiz. Men oldin tirnak osilish bo'lganman, mayaga ichsa bo'yni o'sadi-ku. Keyin bizlar tovuq to'may qolgancha mayaga ichmay qolganman, hozir bo'yim kalta bo'lib qolganda, joqinda ichishni boshlayman, sit ichishni. Sit ichasizmi, ichmaysizmi? Ichib turaman. Ichchi. Ichaman. So'ragan bobomga, akaman nima? Mayak nima edi o'zi? Ha? Mayak nima edi? Tovuq tuvaku, qo'q. Emasmi u? Bizda mayak deydi-da uni. Ya, bunday aka gapni maqsadga o'ta, men hozircha sevgidan kiygan kiya birman-da aka, sevgidan kiydim-da men. Gapni ochig'i. Dardingizni biza aytmoqchimiz. Ya, dardimni aytmoqchi emasman. Men misol uchun sizda birov Alloh taylab ketsa, siqilasizmi, siqilmaysizmi? Siqiladigan narsa bo'lsa siqilish mumkin. Siqilaman-da, men ichkin gaplashgan qizim taylab ketdi. Tushunasizmi? Ichkin gaplashgan qizim. Ko'p gaplashib yuborasiz-ku, aka. Necha kun gaplashib kerak, aka? U taniysizmi uni? Yo, o'zi maqsad nima aka hozir? Maqsad ozroqgina pul yerdan qutira olasizmi? Men aka, yo, mayli bo'lsa ishoningizlar, men juda boyman, pulim juda ko'p, uyimizda qo'chqorimiz, sir ho'kizlarimiz bor, puldan muammo yo'q. Oshchi puldan muammo. Ishonmaysizlar, men oshchi pulim ko'p meni. Faqat pachka pulim jira qissamda. Qani? Pachka bormi buning ichida ham? Yo'q, hozir jo'qda shu pul. Ana salgina ishim o'xshamay qoldi-da, orqaga qarab ketib qoldi-da, miji. G'opiriko, keyin meni pullarni tugab qoldi. Shunga hozirroqgina yordam qilib turingizlar. Mana iPhone bor ekan, iPhone. Aka, puldan muammo yo'q. Kechga bo'ladi, faqat soat 9 ga. Hozircha yo'q, lekin pul muammo yo'q. Shunga hozirroq yordam berib turingizlar. Mana men ishonmaysizlar, men soat necha bo'ldi? 7:30 bo'libdi. O'zi men tayyorlanadigan vaqtim bo'ldi. Aytmaladingiz. Bokschiman. Qalaverib ekansiz lekin gapni. Bokschiman deyapman-ku. Shiling gap. 100 ming qarz berib turing. 100 ming beramizmi shu bolaga? Odamdan yaxshilik qiladi-da, savobli ishni ertaga qoldirma, hozir qil degan. Hozir qil savobni. Bitta duo qilib qo'yaman aka ikkovingizniki. Kartami xohlasangiz necha oling terminalingiz? Kartam yozing aka bo'lsa, kartam. Yo'q, karta olanmi yoki terminal bo'lsa necha oling? Naq pulingiz yo'qmi aka? iPhone'ingiz bormi? Qimmat kiyim kiyib olgan, soat topib olgan. Oddiygina. Nujitinni pul olib jirmaysizlar aka. Nujitin men ikkovingizdan bir kelishgan bir gulday bachchasizlar-da. Nujitinni pullaringiz yo'q aka. Odam bor, bizda kartada faqat. Xohlasangiz uni terminalingiz bo'lsa necha oling bizda? Iloji yo'q, naqd pul yo'q. Odamdan bugun bu qilmash yaxshilik qilish kerak-da. Odam bunday bo'lmash kerak-da. Past ekansizlar ikkovingiz. Gapni ochiq aka. Lekin ortiqcha gapiryapsiz-da. Yo'q, ortiqcha gapirsam urushib qolaman ikkovimiz bilan. Nima farqi o'zi? Shogirdni o'zi hal qilib qo'yasiz. Qo'lingiz tedirgan kuniz aka jotaman. Qo'lingiz tegsa jotaman. Yozuvchi emasman men. O'xshayapsiz lekin. Terpelaga o'xshab ko'rinyapman. Sizga o'xshayapti. Aka bo'yinga. Aka sog' bo'ling. Yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Qayerga ketasiz? Ya gaplashib turibmiz-da aka, nima? Bizda ishlarimiz bor, bilmayman, to'g'risi qarang. Ya maqsad ko'p aka, kelajakda moshin yaxshi hayot yashash maqsad ko'p, maqsad yaxshi ko'p aka. Bizda sirlayapsiz-da. Men biror marta chiqindi yezmaganman hech kungacha. Ya mana aka, ozroqqa yordam qilib tursangiz bo'ladimi? Qo'lim qichyapti aka. Qo'lingiz qichyapti. Mayli. Yo, bo'ldi aka, mayli. Hazillashyapman ya men. Bunday yana jiddiy olmangizlar. Men prosta o'zim aytib, quyanchim ketib qoladi-da aka.